Assalomu alaykum. Keling aka. Siz charchamayapsiz, ahvolingiz yaxshi. Nima bo'ldi? Keldik aylanib Xorazmdan. Belmi? Ha, belim. Kel. Yaxshi keldingizmi aka, charchamayapsizmi? Nima muammolar bor aka? Shu belori bizlar Xorazmdan qatnaymiz, Xorazmdan Toshkentga, Toshkentdan Xorazmga. Shunga endi bir qiziqib tavsiya berdi shu yoqlar ukamiz Esimimchik, sizni videolarni taqdim beradi. Bo'ldi. Zo'rdat maqtadi, Xudo xolasa, yaxshi bo'lsa. O'zingizda nima bo'lyapti? Qatingiz og'ryapti, qatingizga og'riq beryaptimi yoki nima bo'lyapti o'zingizda ayting? Endi menda 1000 kilometr o'zimiz o'tiribdi, faqat o'tirib kelasiz. 1000 kilometr to'g'ri bosib borib, bel og'riq boradi, oyoq og'riq, bir xil situatsiyada o'tirib kelamiz bizlar. Shunga endi Xudo xolasa Andizga keldik. Bo'ldi, bitta yaxshilab manual terapiya qilib beraman, Xudo xolasa. Xudo xolasa. Tayyormizmi? Boshladik. Hoppa. İkinci bellerini arminga qilib qo'yamiz. Vah vah vah. Vah. Hey. Vah. Ah, hey. Boş. Boş. Ah. Vah, hey. Boş. Oh, oh, hey. Oh. Oh, hey. Boş. Oh. Oh, hey. Oh. Zor. Açın. Spagetti var mı? Yok, spagetti yok. Spagetti yok mu? Yok. Değil mi? Bo'ladi. Ah, hey. Bu. Ah. Zor. Oh, hey. Boş yaşa. Boş. Relax. Zor. Oh, hey. Dokuş. Boş yaşa. Zor. Boş yaşa. Zor. Boş. Oh. Oh. Boş. Bo'ldi. Ah. Kayf. Shunaqa. Eng zo'r joyi aka. Qalay bo'ldi aka? Hafshim bomba. Umurtqangiz borib, bunday ochildi-da. Umurtqa qismingiz bor. Mana shu. Rulda o'tirasiz-ku. Mana o'tirganingizdan keyin mana shu позвоночный bor. Bir-biriga kiyishib ketadi-da. Ustim-usti bo'lib qoladi. Hozir bizni yondan ochdik, tepadan pastdan qildik. Hozir oxiriga tortganim, mana shundan tortib, mana umurtqangizdan tortib pastgacha tushdi-da. Bu yerdan qon aylanishi yaxshilanadi. Mana bunaqa nervlarni bor, sizda shu nervlarni. O'shani siqqan bo'lsa qo'yib yuboradi. O'shani hisobiga, qon aylangani hisobiga sizda yengillik his qildingiz. Tushunasizmi? Bu o'tiraversiz ham, ana 5 soat, 6 soat o'tiraversiz ham o'sha qotib ketadi-da. O'shaning uchun har soatda bitta tushib aylanish kerak. O'tirib ishlovchilar, masalan, kresloda o'tirib ishlovchilar odatda har soatda bir marta tushish kerak. Endi sizlarda imkon yo'q, bitta ketganingizda 5 soat, 6 soat tushmaysizlar. Kamida 10 soat. Ha, 10 soat. O'shaning uchun hozir sizga manualni terapiyani tugatdik. Endi bitta hozir mashq ko'rsataman. Shu mashqni doim qilib yursangiz, Xudo xolasa belingiz og'rimaydi. Hozir sizlarga zo'r mashq qilaman. Bu hammaga tushadigan. Xoh osteoxondroz, xoh protruzia, xoh grija bo'lsa, bel qochishlari, bel uyushishlari, oyoq og'ruvlari, tos hamma qismiga tushadi. Har kuni 10 tadan 15 podxod qilsanglar, Xudo xolasa belingiz umuman og'rimaydi. Qo'lingiz zamok, boshingizga aka. Zamok. Yo'q, zamok boshingizga. Hoppa. Tepaga ko'taramiz. Ketdik. Ko'tariling. 10 ta shuni. Ketdik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bo'ldi. Agar shu mashqni doim qilib yursangiz bor,
Poзвоночник zo'r bo'ladi, aka. Ham ikkita muskullari ham baquvvat bo'ladi, qon aylanishlari yaxshi bo'lib, xudo xolasa sizni bel og'rig'i qiynamaydi. Bu mashq esa tos uchun. Tosni bitta bo'shatib olamiz. Ketdik. 1 2 3 4 5 bo'ldi aka. Tushuring, tugatdik. Qani tushib yurib ko'ring. Qalay bo'ldi? Qimillab, sakrab ko'ring. Yengil, chotki. Joningiz sog' bo'lsin. Rozi bo'ling. Xudo xolasa shu 3 oylarda bir kelib tursangiz, xudo xolasa yengil bo'lib, maza qilib ketasiz, xudo xolasa. Gap yo'q. Joningiz sog' bo'lsin. Xizmatinglardamiz. Manualniy terapiya sizni yengillikka yetaklaydi. Sog' bo'lasizlar.